Chet elda o'qigan qizga uylangan bo'larmisiz? Nima deb o'ylaysiz shu haqida? Yo'q, uylanmayman. Yeah. Bugun biz Magic City'ga tashrif buyurdik. Buning asosiy sababi esa odamlarning chet elda o'qish haqida fikrlarini bilmoqchimiz. Qani unda ketdik. Assalomu alaykum. Chet elda o'qishning nima plus taraflari bor deb o'ylaysiz? O'zbekistondan chiqib ketishga eng zo'r variantda. It's nice. We can explore the new culture and the study pattern, the inner difference between the home country and the other country. And we got the experience, and also we have to wander the city. Menimcha odam chet elda o'qisa, o'zini dunyoqarashi o'zgaradi deb o'ylayman. Chet elda bizanikidan ko'ra kuchliroq o'qitishadi, talab kuchliroq bo'ladi, ko'proq bilim oladi deb o'ylayman. Keyin ishlasangiz ham bo'ladi, masalan, o'qishdan tashqari ishlasangiz ham bo'ladi deb o'ylayman. Dunyo ko'rasiz. Nimaga ko'pchilik hozir top universitetlarga intilyapti? Nima sababdan deb o'ylaysiz? Imtiyozlar kuchli bo'ladi ularning. O'qish darajasi kuchli bo'ladi. Keyin ko'p imkoniyatlar beriladi. Masalan, chetga chiqishga ham, boshqaga ham. Keyin SAT-ni ham ko'proq berishadi deb o'ylayman shular. Firstly, we gain the experience, and also we have to explore the new options. And we see the more like this depend how to pursue. If it is cheap, then you can go for it, or any other reasons you can also. Bu yoqda bilimi kuchli beradi. Bilimi kuchli bo'lgancha ular top deb aytiladi. Shunga hamma top deganiga qiziqishadi, o'qishga boradilar. Chunki будущийся уже bo'ladi ularni deb o'ylayman. Ya'ni kelajagi bo'ladi deb o'ylaysiz. Chet elda o'qigan qizga uylangan bo'larmisiz? Nima deb o'ylaysiz shu haqida? Yo'q, uylanmayman. Nima sabab? Chunki ularning kulturasi, madaniyati o'sha taraflarga moslashib ketadi. Chunki masalan, men chetda tursam, o'sha taraflarga moslashishi odam nima bo'ladi? Moslashib ketadi-da. U ham o'zimizning madaniyatdan chiqib ketgan holda ularga moslashadi. Takshi bu din taraflama ham to'g'ri kelmaydi. Meni fikrim bo'yicha, men keyin o'zimizni ham ana ko'cha taraflama ham, bu taraflama ham men o'zimga fazolat qilmayman bu narsani. It's depend, bro. Like what is a proper way. Yeah. Avstraliya yoki Kanada qaysi davlatda o'qib yashagan bo'lardi? Kanada. Nima sababdan? Yoqadi. Shu yoqdan keyin Amerikaga o'tib ketishim osonda. Вы готовы, дети? Avstraliya yoki Kanada qaysi davlatda o'qigan bo'lardi? Ikkalasida ham o'qimasdim. Italiya, Nima sababdan? chiroyli shahar. Kanada, Avstraliya. Bitta sabab keltira olasizlarmi? Menimcha Kanada o'zimga yoqadi, zamonaviyroq-da, bitta. Avstraliyada bilim kuchliroq deb o'ylayman, endi o'qishga yaxshiroq. Mostly Australia nowadays is more easier to get the visa and work there. But yeah, for Indians, for the national, maybe Canada is easier because there is some distance is closer to their home country.